Qani qadrdonlarim, biz bo'lmasa bismillah deb ishni boshladik. Iltimos qilamiz videomiz boshidan bir donagina o'z laykingizni bosib, kanalimizga o'z hissangizni qo'shib qo'ying. Albatta kommentariyalarni ochiq qoldiraman. Izohlarda o'z fikringizni qoldirasiz degan umiddaman. Shunchaki omad so'zini yozib keting. Bu biz uchun katta motivatsiya va kelgusi videolarda bundan-da sara texnikalarni chiqarishga oshiqamiz. Qadrdonlarim, MTZ 1986-yilda ishlab chiqarilgan vobshim udarniy bo'lgan bitta texnikani ko'rsaman e'tiboringizga. Holati yaxshi. Narxini kelishtirib berarkanlar akamiz. Toshkent Qibradagi manzillari 99 890 84 67 telefon raqam qoldirgan. Narxi 6500, ko'pchilik yetishi mumkin. 1986-yilda ishlab chiqarilgan texnikani nimaga 6500 deb akalar, bu haqda ma'lumot: balonlari yangi, motorlari noldan qilib chiqilgan, 100% balonlar yangi, korobkalar hali vobshim zo'r holatda turibdi. Hali berib 10 yilsiz atkaslik joyi yo'q deb qoldirdi texnikani. Nima ham deymiz akalar, aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Tavsiya qilaman, bunaqa texnika bizga kamdan kam keladi. Men esa e'tiboringizga ko'pchilik akalarimiz iltimoslariga binoan izohlarda ishingizga omad uka, meni texnikalardan ham chiqaring deb akalarimiz shunchaki yozib ketibdi. Negativ yozmasdan chiroyli qilib yozib ketgan ekan. Men ham e'tiboringizga chiroyli qilib bitta meni texnikani ko'rsaman. Addushi hurmatlasizlar. Akalar, Chimgan 404 sotiladi. Agregatlari bor, holati yaxshi holatda turibdi. Narxini realniy oluvchilarga 8000 dollar deyapman. Kelishamiz. 90lik telefon raqam 160 82 30 telefon raqamlariga bog'lansanglar bo'ladi deb akamiz qoldiribdi. Manzil faqat Farg'onada ekan. Ko'pchilik farg'onalik akalar oramizda anchagina bo'lsa kerak. Iltimos qilamiz, videomizga bitta like bosib qo'ying. Farg'onalik akalar uchun ham ajoyib texnika, sizlar uchun hammasi. Albatta bog'lansanglar bo'ladi. Balonlari 50-60% holatda, motor, korobka yaxshi holatda turibdi. Olasiz, u maza qilmaydigan texnika. Meni traktor qidirib yurgan akalarga videoni havolasini tashlab qo'ying, kirib ko'rib savdo bo'lib ketsa ajab emas. Men esa e'tiboringizga yana bitta Chimgan emas, Xentan 404 texnikasini ko'rsataman. 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Holat yangi, ma'lumot bermasam bo'ladi, sababi balonlari 99% yangi. Motorlarga keladigan bo'lsak, korobkalarga keladigan bo'lsak, udarniy holatda turibdi. Faqat akalar shunday borasizlar-ku, 119 million 500 ming deb akamiz realniy oluvchilarga chiroyli narxlarda qilib beradi, o'ylamanglar. Texnika bozorim kanali sizlar uchun sara texnikalarni ko'rsatadi. Albatta, mana holati, ko'rinishi, motor deysizmi, korobka deysizmi, balon deysizmi, zadniy most deysizmi, qanaqa holat bo'ladigan bo'lsa, yaxshi holatda turibdi. Qashqadaryo Muborak tumanida ekan. Qashqadaryolik akalar, addushi hurmatlasizlar, bormisizlar? Omad uka deb yozib ketdilar. Albatta, mana sizlar uchun. Telefon raqam 94 830 83 38. Nima ham deymiz, savdosiga barakatlaymiz akani. Oluvchilar aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Hammasi Traktor savdo kanalimizda va Texnika bozorim kanallarida sizlar uchun albatta. Qadrdonlarim, hokazo ko'pchilik akalarimiz faqat traktor emas, mana bunaqa ajoyib texnikalardan so'ragan ekan va bizga reklama xizmatidan 10 ming so'mlik, yana qaytaraman akalar, 10 ming so'mlik reklama xizmatidan foydalangan holda akalarimiz shunaqangi texnikalarni tashlashyapti. E'tiboringizga chiqarib usbut qila olmayapman, faqat Telegram kanalimizga chiqazib ketaman. Iltimos qilamiz Telegram kanaliga o'tib olishinglarni. Men esa Don 680M sotiladi degan bitta texnikani ko'rsaman. Xullas, ikkita jatkasi bor, narxi 29 ming dollar. Realniy oluvchilarga, manzil Farg'ona viloyati Quvvat tumanida ekan. Farg'onalik akalarga mana alangali salom degan holda mana bu texnikani e'tiboringizga ko'rsatyapman. Xo'p qadrdonlar, endi reklamani ham bang'illat bo'lmasak ham imkon qadar ma'lumot berishga harakat qilamiz. Bu texnikamiz telefon raqam 29 ming dollar deyapti akamiz. Telefon raqam 90 780 70 80 90 780 70 80 telefon raqamlari. Bemalol bog'lansanglar bo'ladi. Ha qadrdonlar, biz Telegram kanal ochib qo'yganmiz. Telegram kanalimizga o'tib olsanglar, nafaqat bunaqa texnika, balki bundan-da sara texnikalarni ko'rib borishingiz mumkin. Va albatta qadrdonlar, kimgadir reklama xizmatlari kerak bo'lsa 99 766 70 50 telefon qisqa telefon raqamlariga bog'lanib 30-mayga qadar 10 ming so'mlik reklama xizmatlaridan foydalanib qolishingizni so'rayman. Sababi do'stlar, bizda katta aksiya ketyapti, skidkalar ketyapti. Atika reklama xizmati 10 ming so'm. Ko'pchilik so'rashi mumkin, nimaga 10 ming so'm deb. Akalar, bizda aksiya ketyapti deb yana bir bor qaytaraman. 80-90% skidkalarda sizga reklama xizmatlarini qilib beramiz. Buning uchun bizni Telegram kanalimizga obuna bo'lgan bo'lsangiz bo'ldi.
Boshqa qiyinchilik joyi yo'q. Akalar, e'tiboringizga mana bu orqasida turgan yomkisi bilan, boshqasi bilan turgan texnikani ko'rsataman. Holati yaxshi holatda yurib turgan texnika. Xullas sotiladi. 91 554 89 79 telefon raqamlarini qoldirib qo'ydik. Akamiz narxini qoldirmadilar. Sotiladi shu ma'lumotlar bilan tashlatdi. Bemalol bog'lansanglar bo'ladi. Qiziqqanlarga ma'lumotlarni, batafsil ma'lumotlarni akamizdan olib, Telegram kanalimga shundoqqina oxirgi postlarga chiqazib ketaman. Ko'rishingiz mumkin. Hammasi sizlar uchun azizlarim. E'tiboringizda yana bitta texnikamiz zil. Boshida ma'lumot beraman. Diqqat bilan eshitinglar. Diqqat bilan o'tkazib olmasam, mashina modeli zil 130, kraskalar top-toza. Mana shu turishda ham umuman kraska urilmagan. Qaranglar, o'zi 1991-yilda ishlab chiqarilgan, rangi ko'k holatda. Probiglarni aytmasa ham bo'ladi. XXX qo'yib qo'ydim. Albatta probiglar ancha-muncha yurib qo'ygan texnikamiz. Benzin, gaz narxini akamiz 11300 dollar deyotgan ekan va telefon raqam qoldirgan 99029 31 31 97 406 06 36. Manzil Samarqandda ekan. Bu texnikamizni motori, baloni, diskalari yangi ekan. Diska yangi, Euro diska qo'yilgan ekan. Kabinasi, rama, kuzov hamma holati zo'r. Korobkalari ham yaxshi holatda turibdi. Olasiz u mazax soqqani bossanglar bo'ladi. Shunaqa qizilaydi degan akalarga videoni tashlab qo'yinglar. Albatta olib ketsa ajab emas. Texnika bozorim kanaliga bitta like va obuna bo'lib, izohlarga shu yerga bitta bovza qilib obuna bo'ldim tugmasini yozib keting. Men esa e'tiboringizga Gazelni ko'rsataman. Diqqat bilan buni ma'lumotlarni eshitinglar qadrdonlar. Gazel sotiladi. Pozitsiya firma 4, pasajerli kraska toza, rangi oq, yili 2021. Probig atiga 61000 km, benzin, metan qo'yilgan. Boshiga, diqqat bilan eshitinglar, boshiga 5000 dollar to'laysizlar, 13 oy 1300 dan. Boshiga 5000 to'laysizlar, 24 oyga chiqadi 866 dollardan. Boshiga 6000 to'laysizlar, 13 oyga chiqadi 1200 dollardan. Boshiga 6000 dollar to'laysizlar, 24 oyga chiqadi 800 dollardan. Boshiga 7000 dollar to'laysizlar, 13 oyga 1100 dollardan chiqadi. Boshiga 7000 dollar to'laysizlar, 24 oyga 733 dollardan chiqadi. Telefon raqam 97 775 55 20. Toshkent. Faqat nasiyaga beriladi, bank emas, deyapti akamiz. Va bundan-da sara texnikalarni ko'rish uchun biz davom etamiz. Savdogarning javobgar emas, qiziqqanlar aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Men esa e'tiboringizga shu orada bitta ekskavator ko'rsatib ketay. Ma'lumoti, narxi, yili Telegram kanalimda imkon qadar ko'proq ma'lumotini sizlarga berib o'tib ketaman. Buning uchun bizga shunchaki omad tilagan holda izohlarga yozib ketishlarini so'rab qolaman. Kolesniy ekskavator LH xullas shunaqa brendga tegishli ekan. 680 BM God выпуска 2018-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Sostaniyasi yaxshi holatda, kavushlari 0.3 kubalik, 0.5 kubalik va pisochniy deb pisochniy tushunganlar yozib ketasizlar. Apparatura rasxod 3.5 litr soatga ekan. Motor, ходовой, gidravlika yaxshi holatda turibdi. Olasiz u faqat soqqani bossanglar bo'ldi, boshqa qiladigan ish yo'q. Narxi 300 million so'm. Telefon raqam Telegram kanaliga. Qiziqqanlar aloqaga chiqsanglar bo'ladi yoki o'zim lechkamga yozsanglar ham albatta telefon raqamini beraman. Buning uchun albatta bizga obuna bo'lib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Qadrdonlarim, sizlar uchun texnika bozorim tinimsiz mehnat qiladi. Buning uchun iltimos qilamiz. Yana qaytarib Telegram kanali, YouTube kanalimizga obuna bo'lib, izohlarda omad so'zini yozib ketsangiz bo'ldi qadrdonlarim. Hammasi sizlar uchun. Xmeg brendiga tegishli 1.8 kubalik pakushigimiz sotiladi. Holati a'lo darajada, ishga tayyor holatda turibdi. Balonlari 90%, 100% yangi, 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Qolgan ma'lumotlarni telefonda beraman debdilar. Men shu yerga bor ma'lumotni aytaman. Motorlari zo'r, kavushlari, ishlashi, balonlari hammasi yaxshi. Yurib turgan texnika, yangi, hali yangi 2009-yilda ishlab chiqarilgan qadrdonlar. 21000 dollar deyotgan ekan. Xullas akamiz LF 300 fen 21000 dollar. Telefon raqam 95 121 89 79. Aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Akamiz chiroyli narxlarda qilib beradi. Va albatta qadrdonlarim, ko'pchilik qiziqqan texnika TTZ 80 dan bitta ko'rsataman. Akalarimiz meni o'zimni lichkamga ham Telegramda yozibdi. Izohlarga ham yozgan ekan. Traktor savdo kanalimiz ham izohlariga, texnika bozorim kanali izohlariga ham yozibdi. TTZ 80 dan ko'rsating deb mana akalar nomeri, narxi, ma'lumotlar bilan qoldiryapman. TTZ 80 sotiladi. 2011-yil ishlab chiqarilgan qora motor, zo'r, ishga tayyor. Balonlari 70, 80, 90% yangi holatda turibdi.
Motorlar noldan qilingan, hech qayeri bir atkasli joyi hech qayerda. Korobkalari zo'r. Narxi 42 million so'm. 95 062 74 13. Qadrdonlarim, videomiz so'ngida nima ham deymiz? Bu texnikamiz haqida ma'lumot, qayerdan, manzillari Telegram kanalimiz oxirgi postlarga chiqarib qo'yaman va telefon raqam va telefon raqam bilan narxini yozib ketdim. Iltimos qilamiz, bizga obuna bo'ling, Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying. Qadrdonlarim, like va podpiska esdan chiqmasin. Hammaga omad.